Mirzo Ulug'bek tumanida yana bir hashamatli uylarimizdan birini ko'rsatamiz. Bu uyimiz fasad qismlariga e'tibor beryapsizmi? Juda ham boshqacha va juda ham katta qilib qo'yilgan. Haqiqatda hashamatli uyga atmosferasini berib turibdi. O'zini bu yerda ko'ryapsiz, yashil hududlari deysizmi? Bu yerda basseynlarimiz qoldirilgan, yozgi basseynlarimiz. U yerda bizada zimniy garaji deysizmi? Bu yerda yozgi garaj, bu yerda ko'rsanglar mana bu yerda bizada barbekue zona, o'zini sanuzil qismi. Uyimiz 4 уровеньdan iborat. Aytaman, mansardniy zonalar ham qilib ketilgan. Podvol qismi sport zal uchun va tepada mansardniy zonalarda bizada saunalar qoldirib ketilgan. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, biz sizlarga har bitta detalni ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana bu joyiga e'tibor berasizmi? Yuringlar, endi sizlarga birinchi qavatga sayohat qilamiz. Uyimiz birinchi qavatiga shuni sayohat qilganimizda yuringlar kiramiz. Shuni kirganingizda kattagina bizada studiyniy variantda bu yerda hol kutib oladi va bu yerda ko'rsanglar oshxonamiz bo'ladi. Planirovkasi juda ham boshqacha qilib qo'yilgan. Hozirdan like bosib qo'ying, juda ham boshqacha. Ishoning, videoni oxirigacha ko'rsanglar maza qilasiz. Bu yerda texnikalar hammasi Hoffmandan qo'llanib ketilgan. Mana bunga e'tibor berasizmi? Dekoratsiyalar juda ham boshqacha qilib qo'yishganda. Mana uyimiz o'sha podvol qismiga tushib ketadigan zonasi. Uyimiz ikkinchi qavat 4 уровеньdan yetganimda 4 уровеньdan iborat bo'ladi. Tepamizda mansardniy zonasida saunalar joylashtirib qo'yilgan, bemalol kirib ko'rsanglar bo'ladi. Mazza qilishgan. Rossiya sani aytadi-yu, mazza qilib remont qilinganda ham mazza qilib remont qilishgan. Birinchi qavat uchun bu общий sanuzil qismini tajab etishgan. Bu tomonni ko'rsanglar bo'ladi. Va bu tomoni bizada birinchi qavat uchun master spalnisi, ota-onalar uchun yotoqxonasi hisoblanadi. O'zini bu chiroyli dekoratsiyalari, o'zini bu yerda sanuzil qismlari qoldirib ketishgan. Endi sizlarga ikkinchi qavatga shuni sayohat qilib to'xtatamiz. Uyimiz ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda ko'rsanglar, 3-qavat mansardniy zonaga chiqib ketadigan zonasi va hozir sizlarga bu tomonimizni hozirlik ko'ramiz. Yuring, orqaga yursiz, bu bizning master spalnyamiz bo'ladi. O'zini ko'ryapsiz, juda ham katta qilib qo'yilgan master spalnyasi. O'zini bu tomonda balkonimiz bor. Balkonimizni ham bitta ko'rsang, ko'ryapsizmi? Uyimiz endi ustalari hozir himchiskiy ishlari bo'layotgani uchun ustalarimiz endi chiqib ketyapti. Shuni hovliga, shuni qaratilgan o'yini. Shunaqa shabada mazza qilib turibdi. Bu yerda endi bizning garderob xonasi va o'zini bu yerda sanuzil qismlari qoldirib ketishgan. Juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Yuringlar, endi keyingi xonalarga o'tib ketamiz. Shuni chiqqanimizda keyingi xonalarga o'tganimizda bu yerda ikkinchi qavat uchun bu yerda общий sanuzil qismi qoldirilgan. Va bu tomonni ko'rsanglar, bu yerda bizda bitta детский spalnyamiz qoldirib ketishgan. Har bitta joylariga art dekor, mana bunaqa chiroyli dekoratsiyalar qoldirib ketilgan. Ko'ryapsiz, juda ham premium kачествоda ishlab ketishgan va bu tomoni bizda yana bitta master spalnya desa ham bo'ladi yoki misol uchun katta farzandli uchun alohida spalnya qoldirib qo'ysanglar bo'ladi. O'zini sanuzil qismi va hamda o'zini bu yerda garderob qismlari qilib ketilgan. Endi sizlarga podvolida tushib obzor qilamiz. Kelar, shunaqa uy topdim. Ishoninglar, bunaqa uy bor, uncha joyda ko'rmagansiz. Aniq aytaman. Ko'rmagan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'ying, sizlarga ko'rsatamiz. Mana bu mansardasi 4-уровень tasavvur qilasizmi? Uyimizning 4-уровень, 4-etajidan shundoq hovlisiga qaratilgan joyini ko'rib turibmiz. Mana bu joylarga e'tibor beryapsizmi? Shunaqa chiroyli qilib ketishgan. Bu yerda zimniy garaj qilib qo'yilgan. Bu yerni ko'rasiz, yozgi garaji bor. O'zini barbekue zona deysizmi? Mana bu yerda basseynlar qoldirib ketilgan. Mansardniy zonasida turibmiz. Hozir bu yerda ko'rasiz, jakuzi qoldirilgan va ichkarisi eng qiziqarli joyi bor. Uyimiz общий spalnyasi plus-minus 6 ta yoki 7 ta spalnya sanadim. Juda ham spalnyalar juda ham ko'p. Bemalol katta oilalar uchun eng zo'r yechimlardan biri bu jakuzisi va bu tomoni erkaklar uchun dam oladigan o'ddixniy zonasi. Nima deysiz bu joyga endi e'tibor bersangchi? Ko'rasizmi, saunalarga ham qilib ketilgan. Juda ham chiroyli qilib qo'yishgan va o'zini bu yerda alohida mana bunday chiroyli qilib sanuzillar ham tashib ketishgan. Uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Alisherobodda joylashgan. Narxi qanaqa endi deyapsizmi? Uyimiz 4 sotuv. Juda ham umumiy foydalanilgan, har bitta tomonidan umumiy foydalanib ketilgan remontda nomer 1 remontlardan biri hisoblanadi. Hozirgi paytdagi narxi qanaqa deyapsizmi? Narxi $550,000 deb turibdi. Hozirda startviy narxi bundan ham o'tib beriladi. Xudo xolasa birinchilardan sotib olmoqchi va birinchilardan ko'raman desangiz, bizga obuna bo'lib qo'ying. O'z xonadoniga kirsangiz, полный обзорni nima qo'ygan bo'laman. Rahmat. Uyimiz podvol qismiga tushganimizda bu yerda bizda отопление tizimi, uyimiz yuragi bo'lib turgan joyimiz qoldirib ketilgan va холодный komnatasi ham bor va bu tomonni nima desanglar, bu tomonni bizda sport zalimiz bo'ladi. Alohida katta пространство qoldirilgan, bu yerda oynalar qoldirilgan, ko'ryapsiz, juda ham katta joy qilib qo'yilgan. Uyimiz endi narxiga keladigan bo'lsa, narxi qanaqa deyapsizmi? Uyimiz narxi $550,000 deb aytilyapti. Juda ham shokolad narxlardan biri. Mirzo Ulug'bek tumani Alisherobodda joylashgan eng elitniy rayonlardan biri. Past telefon nomerini qoldirganman, aloqaga chiqib o'zinglarni ko'zinglar bilan ko'rib xarid qilinglar.